metan propan qo'yish narxlari necha pul bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun biz hozir Gulistonga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Metan propan uстановка qilish jarayonlari mana mashinalar juda ham ko'p. Optim joyi, zapchastlari ham, balonlar ham optim joylari va akamiz bilan bu yoqqa videomizda davom ettiramiz. To'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqa yangiliklar bugun aka? Yangiliklar aka juda ko'p. Bugun asosan ko'pchilikni qiziqtirgan savol narx-navosi. Qayerda boshqa joydan so'rasam bunaqa narx, nimaga sizlarda qimmat, nimaga arzon? Asosan shu haqda gaplashamiz. Qo'yiladigan zapchazlar. Hozir mana qo'yilib bo'lgan Cobalt'imiz. Cobalt'ga nima qo'yildi aka? 4-paketdan 90 talik metan o'rnatib berdik. X original reduktor. Buni ham poddelka variantlari bor. Poddelkasi mana shu nakleyka bo'ladi, oddiy. Shundan bilsa bo'ladi. Adax farsunka, polshamiya orqa qismiga 90 talik metan polni mana shu zapchazimiz 4,5 million so'mga o'rnatdik. 4,5 million so'mga o'rnatildi. Hamma narsa ichida. Hamma narsa ichida. Programma, pрошивка, korobkaga, motoriga, pultga zavodiyasi hammasi ichida. Qarang aka, bu poddelka bo'lsa, yurishidami yo nimasida farq qilsak bo'ladi? Poddelka bo'lsa, agar reduktor poddelka qo'yiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda garantiyasida. Ko'pchilik hozir 1 yil garantiya deb o'ryapti, u joydan bez garantiya chiqadi. Bularga 1 yil garantiya. Farqini qanday bilsa bo'ladi desangiz, mana shu nakleykasi, poddelkasida oddiy nakleyka bo'ladi. Mana shu boltlari oddiy bo'ladi. Yo'q, qarang o'sha originalida qanday yuradi? Originalida tortishlari yurishi yaxshi bo'ladi. Boyagi poddelkasida ko'p o'tmay o'sha muammolar bo'ladi. Pulida ham $15 raznica bor. $15 raznica. Hozir bitta joyda ko'rdim. O'sha miyasini qanaqadir poddelkasini qo'ygan, mashina yurmay qolibdi. Unaqa variantlar ham bor. Bera olmaganman, endi bilmadim. Miyani poddelkasi bor. Bu Alex miyaniki poddelkasi yo'q. Stakda 200 da bor. Hozir bolalar ichkariga joylashtirib yuboribdi. Stak 200 diki bor. Buni hali poddelkasi chiqmagan. 100% uyering. Poddelkasi yo'q. Bu yoqda Cobalt'imizga 65 talik propan o'rnatib berdik. Propan qo'yilibdi. Bunga polni full variantda o'rnatib berdik. Hamma narsasi original. Yani italyanskiy Nordic reduktor, italyanskiy real farsunka, polshamiya, shlanglargacha, xamutlarigacha original qilib o'rnatib berdik. Hidi chiqmaydimi buni? Hidi chiqmaydi. Ko'pchilik propanni hididan qo'rqadi. Hidi chiqadi deb. Bu italyanskiy fagument shlanglar bilan qo'yilgan 100% javob. Buni narxi qancha bo'ldi? Bu hammasi original, boyaginday 3,6 million so'mga bitta aka. 3,600. Hamma narsasi original. Agar bundan arzon bo'ladigan bo'lsa 3 millionga ham bor, 2,5 million so'mga ham bor. Reduktor turetskiy bo'ladi. Farsunka o'zgaradi, miya o'zgaradi. Orqasiga qo'yiladigan termotrubka oddiy alyumin trubka bo'ladi. O'sha joylarda o'zgarish bo'ladi. Tushunarli. Bu yoqda Matizma mashinamizga 35 talik propan o'rnatib beryapmiz. Bunga ham propan. Bunga ham propan. Turetskiy atiga reduktor original qilib orqa qismiga 35 talik propan. 35 taglarini shumka qilib. Nexia 3imizga 65 talik propan. 4-paketdan Belarus balonlari bilan. Belarus balon. Bu yoqda Trekker. Trekkerimiz bor. Trekker 2. Ko'pchilik mana shu Trekker 2 10xlarda aldanib qolyapti. O'sha joyini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana Alex Optima Nano. Imina mana shu turbina motorlar uchun chiqarilgan miya. Ko'pchilik pulini arzon aytayapti, 3,5 million, 3 million deb chaqiryapti. Oddiy abichi Nexia 3 Cobalt'larga qo'yiladigan miya bilan qo'yib beryapti. Farsunkasi Real Italiya, bu ham 100% original. Reduktor italyanskiy Nordic reduktor. Chiqmasligi uchun fagument, termoshlanglar bilan orqasiga 63 talik o'rnatib berdik bunga. 63 talik. Akamiz ko'proq yuraman dedi. Har doim tagini birinchi navbatda shumka qilamiz. Ha, shumkalar bo'ladi. Chiqmasligi uchun termotrubka. Bu ichida o'sha shumkasi hammasi ichida ketadi. Bu necha pul bo'ladi? Bu mana shu full komplekti 4 million 300 ming so'm. 4 million 300. Ha. Buniki ham qanchaga chaqirayotgan u narxda yo'q-a? U narxga qo'ysa bo'ladi. Zapchazlar o'zgaradi. Xohlasa, xohlamasa zapchaz o'zgaradi. Zapchazlar o'zgaradi. Turetskiy atga reduktor, farsunka o'zgaradi. Bu yoqda Cobalt'imizga Cobalt. Buni ham mana taglarini shumka qilib bo'lgan mana. Bu ham chiqmasligi uchun termotrubka, обязательно termotrubka qo'ysa hid muammosi bo'lmaydi. Buni ham oldi qismini bitta ko'rsatib o'taylik.
Buniki ham italyanskiy, ko'rishingiz mumkin. Italyanskiy. Italyanskiy reduktor, italyanskiy farsunka, qid chiqmaslik uchun italyanskiy fagument, termoshlang, Polsha miyalari bilan 3 million 300 ming so'mga bo'lyapti. 3 million 300 ga. Hamma narsasi original. Qarang, buni hali ko'rsatib turadigan nimalari chiqmadimi? Ko'rsatib turadigan datchigini qo'ysangiz bo'ladi. Salonda nechta qolgan? 70-80% ga ishlaydi, 100% ishlamaydi. 100% Chunki propanda davleniya yo'q. Davleniya yo'q. Shuni O'shani hisobiga, ha. Bu yoqda Damas mashinamizga 3-pakalini metan o'rnatib beryapmiz. 3-pakalini metan. Ha, akkuratni qilib joylashtirib berdik. Mana buni ham taglarini shumka qilib, Ovoz chiqmaydi, taqir. akkuratni qilib joylashtirib berdik. Oldi qismiga ham 3-pakalini original zapchasi bilan salonda nechta qolganini ko'rsatadigan 4-pakalini kulchatiligacha o'rnatildi. Buni Ichkarida bu 2,5 million so'm. 2,5 million. Ha, 2 million 300 ga ham qo'ysa bo'ladi. Oddiy prostoy kulchatil bor. Keling bitta kulchatilni ko'rsatib o'tay. Kulchatilni ham ko'rsatamiz. Ko'rib turadigan. Hozir 4-pakalini kulchatili bor edi. Sen qayerda shu kulchatil? Hozir bolalar ishlashyapti ekan, mana bu yoqda ekan. Mana 4-pakalini kulchatil. Salonda nechta qolganini ko'rsatib turadi. Avvalgidek sizinani ko'tarib, nechta qoldi demaydi. Tushib turing. Ha, salonda o'zida ko'rsatadi. Qarang, bu aytilayotgan narxlar yana kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Mana shu podpischilar keladigan bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Xudo Qancha xolasa vaqtda ishimiz bitadi? 2 soat. 2 soatda bitadi. 2 soat, uzog'i 3 soat. Garantiyalarimiz Keyin xudo xolasa yana bitta yangilik bor, uni keyingi videolarda aytamiz. Yangilik bor. Yangilik bor. Bu menimcha xalqqa ancha yoqadigan degan umiddaman. Ichkarida ham aka Ichkarilarni ham ko'rsatamiz. yana ikkita mashinamiz bor ichkarida ham. Bu yoqda 10X ga 65 talik 65 talik. akkuratni qilib joylashtirib beryapmiz. Ko'pchilik 10X ga nechtalik ketadi deb savol beradi. 65 talik qo'ysa, zapaskasi ham joyida turadi. Balon ko'ryapsiz, ancha ichkariga kirgan, taglari shumka bo'lgan. Zapaska bemalol olib tushirsa bo'laveradi. Bemalol tushirsa bo'ladi. Bu yoqda Damasimizga 50 talik propan. Bunga ham 3-pakalini xudo xolasa akkuratni qilib bu 2 million so'mga tushyapti. 2 million so'm. Yaxshi zapchasi bilan. Agar arzonroq desa 1 million 700 dan boshlanadi. 1 million 700 dan 2 million so'mgacha. Metandan arzonroq ekanda bu. Metandan arzonroq. Damasniki. Propan arzon yuradi metandan. Tushunarli. Yana keyin boyagi skladda hali yana ko'rsatib o'tamiz zapchaslarni farqini. Original Xitoy, original. Ularni ham zapchasga skladga borib bir ko'rsatib o'tamiz. Bo'lsa davom ettiramiz.